Diqqat aholiga ogohlantirish. Mamlakatimizda +45 daraja issiq bo'lishi va hafta oxiriga kelib esa havo harorati sovib ketishi kutilmoqda. Barcha xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz videorolik ostida like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat, ogohlantirish. O'zbekistonda ertaga +45 darajaga issiq bo'lishi, so'ngra esa shamol va keskin sovuq harorat kelishi kutilmoqda. O'zbekistonda bu hafta qaynaydi. Aksariyat hududlarda havo harorati +40 daraja ko'tariladi. Janubiy va cho'l hududlarida esa 42 darajaga yetishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda esa harorat +36 daraja atrofida bo'ladi. Hafta oxirida kelib mamlakatga shamolli va sovuq front kirib keladi. Harorat kunduzi ham 26 darajaga pastlashi kutilmoqda, deyiladi xabarda.